Xullas kalom o'rtoqlar, men bir kuni Minecraft o'ynayotganimda o'lib qoldim. Chunki men 24 balandlikdan tepada sakradim. Chunki men 24 balandlikdan sakraganimda o'lishim aniq edi. Chunki bu juda ham baland joydir. Shuning uchun biz bugungi videomizda Minecraft life hacklarini sinab ko'ramiz. Oddiy life hacklar emas, bizga ChatGPT bergan life hacklarni sinab ko'ramiz o'rtoqlar. Qani bo'lmasam, olg'a davay o'rtoqlar. ChatGPT menga birinchi savolni aytishicha, 24 blok balandlikdan ham sakrab turib omon qolsa bo'ladimi? Albatta, menimcha bilmadim. Davay o'rtoqlar, unda sinab ko'ramiz. Davay, хорошо. 24 blok, shunday qilamiz, menga kerak. Aniq hisoblash uchun ketdi. O'rtoqlar, mana 24 blok tayyor bo'ldi. 24 blokimiz bizani. Endi bu yoqasiga men o'zim uchun qilyapman, shu kerak emas. Davay o'rtoqlar, endi Vijivaniyaga to'g'riroq survivalga o'tamiz. Omon qolishga davay sakradi, qani ola. O'rtoqlar, albatta o'lib qolarkanmiz, chunki bu 24 blok balandlikdan anaqa sakrasa o'lib qolish oson, aniq. O'rtoqlar, birinchi life hackimiz o'xshamadi, shuning uchun biz bunga nima qilmaymiz. Endi ikkinchi life hackga o'tsak, o'rtoqlar, qani unda ikkinchi life hackka olg'ay. Короче, ChatGPT'ni aytishicha, qanchalik balanddir joydan suv bilan omon qolsa bo'ladimi deyapti. O'zlaring qo'llaverasizlar, mana chap tomondan, o'ng tomondan chiqarib qo'ydim. Короче, montajga chiqardim, xullas. Bizlar unda давайте 200 blok qilib qo'yamiz o'shunda. Короче, 200 blok qilaylik. Chelak bilan tirik qol, bir chelak suv bilan tirik qolsa bo'ladi. O'rtoqlar, juda ham ko'p vaqt olmasligi uchun men o'zimga shunday bir mod qo'shib oldim. Bu mod unchalik zo'r va samarali, ja dekorativniy qilib bermaydi. Shuning uchun tepaga chiqib ketyapti. Uni keyin aytaman bo'ladi. Modni afzalliklari va kamchiliklari. O'rtoqlar, 232 blok. Qurildi o'rtoqlar, mana 233 blokdan sakraymiz olg'a. Qani bismillahirrohmanirrohim deb tushamiz. Qani bizga chelak suv mana. Unda qani boshladik. Iltimos qo'yaylik. Vayda qo'yolmadim o'rtoqlar. Endi ikkinchi urinishimiz bizada. Tak. O'rtoqlar, endi bizada ikkinchi urinish. Nimaga kravat qizil? Ha? Biza aniqani qo'yib qo'yamiz. Hozircha chalg'imaydi o'rtoqlar, kravat sondiqdan buni olamiz. Va qani ketdi. O'rtoqlar, bizada juda ham katta emas, masalan 233 blok edi. 233 blokdan balandlikdan ham tirik qolsa bo'lar ekan. Bu life hackimiz bizada o'xshadi. Endi 3-chi life hackga o'tamiz. Unda qani olg'a. Nimani kutyapsiz? O'rtoqlar, endi bizada 3-chi andaqa, bu ChatGPT'ning aytishi bo'yicha biz Vardendan bir zarbasidan omon qolishimiz kerak. Olmos, nezerit, olmos kiyimlarda. Davay unda qo'yamiz. Menda hamma narsa tayyor. Bunda o'rnidagi oldiga boramiz, pastga tushamiz. Shunday qilamiz. Endi o'rtalar to'xtanglar. Shunda agar tirik qoladi desalaring, like bosinglar, tirik qolmaydi desalaring, obuna bo'linglar. Davay, unda olg'a ketdi. O'rtoq, unday qilma. Tekrar. Mayli, tekrar. Davay. Yo'q, o'rtoqlar, albatta tirik qolsa bo'lardi. Endi o'rtoqlar, gapga vafo qilib, sizlar like bosinglar. Tirik qolsa bo'ldi. Bir dona zarbasiga tirik qolsa bo'ldi va 3 ta jon qoldi. 3 ta. Endi o'rtoqlar, bizda 3-chi life hackimiz o'xshadi. 4-chi life hackka unda olg'a. ChatGPT aytishi bo'yicha creeperdan necha blok uzoqda bo'lib omon qolish mumkin deyapti. Sinab ko'ramiz olg'a. Menda ham narsa bor, prosta yorib qilib olsak bo'ldi. Va birinchi creeperimiz necha bloklikdan? 2 blok. 2 blokimizdan tirik qoldi. Endi 3 blok, mana 2 blokdan
Tirik qolsa bo'ldi, bir blok. O'rtalar bir blokdan bizni o'ldirib iyi qata. Bir blokdan bizni o'ldirib nu bir blokdan bas, 2 blokdan omon qolsalaring bo'lar ekan. Nu juda ham yaxshi o'rtalar. 2 bloklikdan omon qolsa bo'ldi. Bizda o'xshamadi desak bo'ladi. Nu o'xshadi o'rtalar. 4-life hackimiz ham bizda o'xshadi. Endi 5-chi so'nggi life hackga o'tamiz. Endi olg'a. Bizga ChatGPT'ning aytishi bo'yicha, nezirda uxlab qolsa aslida nima bo'ladi deyapti. Nu o'zlarining gap tushunib olaveringlar o'rtoqlar. Vashi nogironcha yozyapti ChatGPT. Uni endi bilamiz, nezirda uxlab qolsa nima bo'lishini. Unda ketdik. Nezirga kirib oldi, endi uxlaymiz. Nima qilardik? Nu tun qilaylik, tun. Tamam. Tun bo'ldi. O'rtoqlar uxlab bo'lmas ekan nezirda. Aslida uxlab bo'lmadi. O'rtoqlar nezirda uxlab bo'lmas ekan. Boshqa biyomga boraylik hozir. Mana anaqali biyom. O'rtoqlar nezirda uxlab bo'lmayaptimi? Nezirda uxlasa bo'lmasmidi rostdan lekin. Mana bu boshqa biyom meni. O'rtoqlar bizda 5-chi so'nggi lifehack o'xshamadi. Bizga o'xshamadi deb nima qilamiz? Nezirda uxlab bo'lmas ekan. ChatGPT yolg'on gapiribdi. Nezirda uxlab bo'lmas ekan. Shu bilan o'rtoqlar bizda qalami? Adashib, mayli chalg'imiz. Shu bilan o'rtoqlar bizning lifehackimiz tugadi. Videomiz ham shu bilan tugadi. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar. Like bosib, obuna bo'lsangiz ishdan chiqaymanglar o'rtoqlar. Hammalaringga xayr o'rtoqlar.